Owner bo'lganimga ham akalar salkam 1 yil vaqt bo'libdi, ya'ni o'zimning shaxsiy trakimni sotib olganimga 1 yil vaqt mobaynida akalar biron marta sizlarga mana shu mashinamni oq ayiqchamni obzor qilib ko'rsatmabman. Kelinglar, bugun sizlarga faqat tashqari tarafni mini obzorcha qilib ko'rsataman. Obzor qilishdan oldin aytmoqchiman, akalar ko'pchilik meni Yevropada fura haydaydi deb o'ylaykan. Yo'q, akalar men Amerikada fura haydayman. Mashinangiz MANmi, DAFmi, Scania'mi deb. Mashinamiz Volvo, rangi oq, bu tarafi oq, bunisi tarafi qora. Maksimal harakat qilyapman qoraytirishga rangini. Yili 2022-yil dokumentda yozilgan, lekin bilmayman, mana bu joyga 23-yilni yopishtirilgan. Menga sotayotgancha 23-yil deb sotgan edilar. Sotib olganimda akalar 390 ming maylda sotib olgan edim. Hozirga kelib akalar 570 ming mayl qildim. Amerika furalari bilan Yevropa furalarining eng katta farqlaridan biri ham akalar mana shu mordasida Amerika furalari mana bunaqa chiqib turadi. Yevropa furalari mana shu joydan qaytgan. Buni sababini kim biladi? Balonlari akalar bu tarafda 5 ta, bu tarafda 5 ta. Obshi 10 ta balon. Agar bitta ustaxonaga kirib balon almashtirmoqchi bo'lsangizlar, kim biladi necha pulga tushasizlar. Trakning eng qimmat aksessuarlaridan biri akalar mana shu. Buni nomi APU, ya'ni mashinangiz uchgan payti konditsioner vazifasini bajaradi. Issiq va sovuq havoni haydab turadi. Kim biladi bu narxi necha pul? Mashinamiz VNL 860 akalar. Bu mashin menga 110 ming dollarga tushgan. Endi bu mashin bu pulga arziydimi, yo'qmi? Unisini bilmayman, lekin mashin ko'rsatmasini xizmatchani qilib yuribdi. Hali bu bizning birinchi mashinamiz. Bunaqa mashinalardan juda ham ko'pini olamiz. Keyingi videoda akalar ichkari spalni, kuxnya, ish qilib polni bir xonali uyimni ko'rsataman. Bu meni oq, qora ayiqcham.